Abdurahmon bu omonatli vaqti-vaqtida egasiga yetib borish kerak. Hamma manzil ustida yozilgan, faqat kech qolmagan. Xo'p. Shu odatingni hurmat qilaman de. Foyda ko'rishimiz bilan haqdorligi pullarni yetkazasan. Davomiy bo'lsin o'rtoq. Shuncha pul shartni ishlatib maza qilib yuraymikan. Yo, u g'alati bo'ladi. Bo'lsa, lekin Oxirgisi. Aka, salom alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsiz? Sizga berib yuborishuvdi. O'zi Beksaga kim bo'ladi sizga? Best aka? Kim u? Shuni berib yuborgan odam? Yo'q, taniyman ularni. Bizga har doim bitta vaqtda ehson keladi. tanimas ekan-ku. O'zingni tiklab olishga zo'r imkoniyat. Katta mashina olsang ham bo'ladi. Qara endi. Yaxshi. Nima qilishni o'zing yaxshi bilasan, Abdurahmon. Xo'p bo'ladi. Tushundim. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Qo'lingga nima qildi? Palakatda. Bu juda ham zarur. Vaqtida yetib borish kerak. Tushundingmi? Xo'p. Bu yoqda ko'p emasmi? Aytganimni qilgan. Xo'p bo'ladi. Operatsiyaga bergan pullarimiz egasiga yetib bormabdi. Ketdi. Keling aka, yaxshimisiz? Mana bu salligamidi. Bizaga-yu, lekin kamroq emasmi? Ko'proq deb aytishuvdi menga. Sallaga shu ham yetadi. Hey, Bestaga qani aka, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Pul turibdi mashinada. Просто ozgina hazillashib. O'chir ovozingni. Yo'qol bo'pti. Fay. Ömer qara. O sen ishim bo'lasan. Qo'lingdan nima keladi? Yo'q, bu narsa qila olasanmi o'zi? Iflos. Xudo xolisa tez kunlarda Bo'pti, hal bo'lib xo'p. qoladi. Konteynerga tushirishinglar bilan yetarsiz haqsiz. Bo'ldi, aytaman. Tinchlikmi Shuhrat? Abdurahmonni eshitdingmi? O'ligi topilibdi uydan. Nimadan bo'libdi? Is gazidan zaharlanib o'libdi. Bu yurmasligi aniq edi.